Ramazon hayiti yaqinlashi bilan Maymana shahrida tikuvchilar va kiyim sotuvchilar bozori yana jonlandi. Tikuvchilarning aytishicha, so'nggi haftalarga nisbatan buyurtmalar qarib 80% ga oshgan va shahar yashovchilarini xavfsizlik hamda osoyishtalik sharoitida ushbu muborak kunlarning kutib olishiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu kunlarda Maymana shahridagi tikuvchilar bozori o'ziga xos muhitga ega. Tikuv motorlarining ovozi yarim tungacha eshitiladi. Tikuvchilarning aytishicha, bir oy oldinga qaraganda buyurtmalar kesin keyin ko'paygan. Tavfiq Marketda qarib 20 yildan beri faoliyat yuritayotgan tajribali tikuvchi Nurullo shunday deydi. Bu kunlarda buyurtmalar ko'paygani sababli yarim tungacha ishlaymiz. Hayit yaqinlashgani uchun ishimiz oldinga qaraganda ancha yaxshi bo'ldi. Shuningdek, xavfsizlik mas'ullaridan hayit kunlarida portlovchi o'yinchoqlarni sotilishining oldini olishini so'raydi. 20 yil bo'ladi shu yerga xayolli qilaman. Ko'ribor fazli Xudo bir omad yetdi, masalan, mana kam qoldi va xayr namozga ham bir ko'p yaxshidi, shukr ol. Yaxshidi, bizlar ko'p rizoatimiz bor, shukr, alhamdulillah. Avval bor mushtarilar bor, rizoatini bor qo'yilga olsay, sora o'zimiznikini behiga agar ko'p ham qolsam, namoz ro'ziga tiksam, mushkil emasdi o'zi. Ko'p xushmiz davlatimizdan. Shukr, alhamdulillah, ko'p oromli, fazli Xudo, hamma taraf, hamma lihozdan oromliydi. Mana bir mardimga bir yaxshi namoz orzu qilamiz Xudodan. Bir xushlik bilan, oromlik bilan shu biri shu davlatimizdan bir narsani nima qilamiz, shu mardimdan shu pato qilardi, shu namozga yig'sinlar. Maymana shahridagi yana bir tikuvchi Abdurrahim ham ishining jonlanganidan mamnunligini bildirib shunday deydi. Hayit uchun yangi kiyim tayyorlash xalqimizning qadimi an'analaridan biridir va oilalar imkoniyatlariga qarab oila a'zolari uchun yangi kiyim tayyorlashga harakat qiladilar. Yetga kiyimda oladilar, do'xt qiladilar, yetga mardim baxotiri xo'shi uchun yaxshi kiyimlarni mardim oladi, yaxshi istifoda qiladi, yaxshi xo'shliklarga masraf qiladi. Bazozi agar yaxshi bo'lsa, xayolli ham yaxshi bo'ladi. Agar bazozi yaxshi bo'lmasa, xayolli ham zaif bo'ladi. Omad yetga biz tayyorlik olgan, biz mana kololarni mazordan, Kobuldan vaqtdan keltirib tayyorlab qo'yganmiz, jamiyaga taqdim qilmoqchimiz. Yana bir tikuvchi Bobur esa shunday deydi. Hayit yaqinlashi bilan buyurtmalarimiz juda ko'payadi va har kuni o'nlab kiyim tikamiz. Odamlar hayit kunlarida yangi kiyim bilan xursand holida oila a'zolari bilan birga bo'lishini xohlashadilar. Bu marketga taqriban 11 yil, 12 yil bo'ladi hayotli qilamiz. Mana nizikdan bor, ishlar ham bor, yaxshi. Masar o'zachilik ana shu ishlar bilan bor biz hayotlikka mardumning xizmatiga ishlamiz. Mardumning kolosini, vaskatini omadagili olamiz. Hayotliklar shukr yaxshi. Ana namozga ham bir hafta qolib taqriban mardumni berib borib, bozorlar hayotliklar berib bordi. Kecha va kunduz ishlaymiz. Ana mardumning ishini avval xalos qilamiz. Ta'kidlash joizki, har yil Ramazon hayitini yaqinlashi bilan Foriya viloyatining Maymana shahridagi bozorlarda fuqarolar qatnovi ko'payadi. Odamlar o'zi hamda oila a'zolari uchun yangi kiyim buyurtma qilib, bu muborak kunlarni xursandchilik bilan kutib olishiga tayyor bo'ladilar.